yaxshi qiz, qat'iy ekan. Ikkita oстановkadan keyin tushib qolaman. O'tiring. Oy, sovuq, mayli, oyningizni yopib qo'ysam? Ha, yopavering. Pechkani yoqib beraymi? Shunaqa qila qoling, вообще sovuq. Hey, pochcha, pechkani o'chiring. Ketdim. Yaxshi qiz, konfetni oling. Voy, olib keling bu yoqqa. Bu mani konfeti. Anaqa, rosa shu qiz ekanlar. Bola bo'lsang sho'x bo'l. Sho'x bo'lmasang bo'q bo'l. Anaqa, mana chetrolarda to'xtatib yuboring, maylimi? Qancha bo'ldi? Yo'q, pul shart emas, tushib ketavering. Voy, nimaga shart emas ekan? Ha? Pul ko'payib qoldimi, pochcha? Bu mashina suvga yurmaydi. Pulga yuradi. Oyimcha, 50-40 bistra. Mana. Ha, Banu. Seni umuman tarbiyang yo'q-a? Tarbiyamni voshing gapirmay qopmi? Shunda hamman berib qo'yibman a? Sen qiz yana telefon o'ynab o'tiribsanmi? Yig'ishtir telefonni. Hap. Nima qilasan sen? Bor musullarni to'kib kel. Mamma. Sen qizchi? Hap. Astag'firullah. Sen qisomazsan. Oy, shu xotinam serial tugaguncha 10 ta erga tegdi-ya. Erga to'ymadi bu. Bujon, Ha, pul bering. pul nima qilasan? O yeshidan qarsildoq yostiqchalarim tugab qoldi. Shuni magazindan sotib olmasam sizga xo'p demayman-da, buvi. Sen qiz magazindan to'yasanmi? Buvi, siz bitta narsani tushunmayapsiz. Bu qarsildoq yostiqchalar odamni настроениясini ko'taradi. Понятно, babushka? Da, понятно. Ya bismillah. Oyi ishini hop degizib boradigan qarsildoq yostiqchalaridan olib keldim. Qani bolam, tez onangni chaqir. Nimaga? Hammadan ham ko'p shuni onang yesin. Buvi, bu kelinlarga vopshim ta'sir qilmaydi. Yo'q,